Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Black MC Humoyun kanali. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Killer, ya'ni qotil o'yinini o'ynab maza qilib dam olamiz do'stlar. Bugun bu o'yin haqida qisqacha men bu o'yinni oldin ko'p o'ynaganman va sizlarga ham ulashgim keladi. Bu yerda qotil bo'ladi, qotilni tanlaydi, random qurol orqali va albatta bu orqali ham tanlaydi. Ya'ni zonalar tanlanadi, map, zona xaritalar tanlanadi. Biz bulardan bittasini tanlaymiz. Misol uchun Mans, ya'ni shaxtani tanladim. Qaysi bir anoni tanlash kerak. Mines, ya'ni shaxta ochiladi. Killer bo'ladi, killer bizlarni o'ldirishi kerak. Umid qilamanki, o'yinda tushundingiz. Tushunmaganlar hozir o'yinda tushunib olishadi. Mana bu yerda killer kimligini aniqlaydi. Men 6-darajaman do'stlar va bu yerda men yo'q edim. Men bu emas. Men killer bo'lmadim. Endi men shunchaki qochib yuraman. Ko'ramiz, qochib yurish bizga qanchalik qimmatga tushadi yoki bilmadim. Ujusi ekan. Qo'rqinchli o'yinlar kimga yoqadi? Menga yoqadi. O'ynash kerak. Bitta qo'rqinchli o'yin chiqqan, u ham Ace o'yini. Shunday qilib men qo'rqinchli o'yin olishga qaror qildim do'stlar. Mana bu shu joyda paydo bo'lmaydimi hech qanday. Mana. Do'stlar, meni kallam ishladi, tepada anov bor ekan. Oy, killer qidirishga kirdi deysiz. Mayli. Bu yerda eht bor. 5 minutdan so'ng chiqish eshiklari ochiladi. Chiqish eshiklari ochilgandan so'ng biz chiqib ketamiz. Voy, killer ko'rdi. Lanatli, killer ko'rib qoldi, nimaga ham tashqariga chiqdim. Bosh meni. Killer qachay. Menga hozir yordam kerak. Kimdan yordam so'rasam bo'ladi? Mana. Ayo, bu killer ekan. Simbolik killer bor, qoch. Ya rahmat do'stim. Bu do'st bizlarga yordam berdi. Endi biz killerlardan bekinib yurishimiz kerak. Killer bu yoqqa kelmaydi deb umid qilaman. Chiqish. So close. O yopildi dedi. Oy. Tushunmadim hozir nima bo'lganini do'stlar. Hech kim chiqib ketmadi. Super. Ular bombani portlatyapti. Bomba portladi. Demak, tushunishimcha, bular bombani ishga tushirgani uchun hamma joy portlab ketdi do'stlar. Mayli, do'stlar, birinchi o'yinda biz alolasiz bo'ldi. Hamda mayli. Birinchi o'yin xullas omadsiz bo'ldi. Hech kim ba'zilar tushunib oldi o'yinga. Birinchisidan o'lib qoldim, ammo keyingilarda o'lmaslikka harakat qilaman. Albatta o'lganim yo'q, yordam berdi, lekin bunga farqi yo'q. O'lgan hisoblanamiz. Xo'sh do'stlar, kompyuterda o'yinlar chiqarayotganim sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Yaqinda 140 ta bo'ldik sizlarga bo'yicha rahmat. Keyingi maqsad 140 ta do'stlar. Bergaris xohlagan narsani tanlaymiz. Biz menimcha Bergaris. Chunki bu zona katta va oson. Xo'sh, lekin Happy Night bu kichik zona va killer topilishi anima. Xo'sh. Killer men bo'lmay ishlaymiz. Bo'lmayman menimcha do'stlar. Va yoki men bo'laman. Uy, pasida qolib ketdim men. Pasida mana ko'rgan bo'lsalaringiz, pasida qolib ketdim men. Xo'sh. Hozir 1 minut. Yo'q. Bemalol o'ynayveramiz. To'xtatishimiz shart emas. Shu birinchi bo'lib chiqish eshigini topib olsak, yaxshi bo'lardi. Mana
Yo, mayo. Qancha omadliman men. Tualetmi, nima bu? Kimdir qidirishga boshladi deydi. Kimdir bilan tualetda qilib qoldim men. Endi tualet bo'lmasadan bo'ladi. Mana shkaf deylik bu. Parkka to'lma bu shkaf. Shu uchun. Kiyimish uchun shkaf. Lekin bu tashlandiq shkaf. O'tiramiz. Boyalardan yo'q bo'ldim. Hozir do'stlar, sizlarga zerikarli bo'lmasligi, o'ylatmaydi. Sizlarga zerikarli bo'lmasligi uchun oz vaqt videoni to'xtatib turaman. This is the 3-second song. What the fuck is that?